Azadı bekçik işimlik ucun yana qanchilik paydo bo'la ucun Bazadı bekçik işimlik ucun Vay yana qanchilik paydo bo'la ucun Biz yoqtirmiz siz shu Biz yoqtirmiz siz shu Chunki bizda bomani mushu ucun Biz yoqtirmiz siz shu Biz yoqtirmiz shu Chunki bizda bomani mushu ucun Dangle dingle dang dang dangle dingle dang Dangle dingle dang dang dangle dingle dang Dangle dingle dang dangle dingle dang Dangle dingle dang Bo'ldi. Dehşet çıkarttı bu. Ben o'ylab bakmaptım lekin. Hakikaten. Jiddiy Dilshod Xatarkanchmi o? Gapni bek cho'ng yana boshlab ijodiyatchi aldamada deb kelib pichmonni qilib bo'lislar joyida bo'ldi. Lekin haqiqatan bek chiroyli chiqdi ma'vo. Alaydalikqa televiziya nimasiga qatqidek, ilonni qatqidek ijodiyat chiroyli chiqdi. Lekin ma'noda foydalanmas bo'lmaydi hech kim meni ijodiyat. Ma'ningdan foydalansang bo'lmaydi-mi? Ma'ahangdan foydalanishga ham bo'lmaydi. Ma'nima ishlab rahat go'rpistik bolalar muzikasini o'lchamlab qilib ishlab sizlarga ko'ngil qilaylik biz go'rpinamda. Haqsiz. Ha bo'ldi. Navadi kerak. Ha bo'ldi. Navadi kerak. Ma'ningdanmi biz dehşet oshirib qolib qoldik. Bu meyleti yaxshi. Amal yo'q ijodiyatiga bizning ishchi dunyosidan chiqdi-da. Mushning bilan Hujjonninki butun naqshlarini tertib tizimiz emas. Mana 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi taki 30-40-gacha hech qaysini men iliqi ejirsiz qo'yib qo'ymaymiz. Lekin adil baholab beringlar. Ha bo'ldi, chatoq yo'q. Keldikmi? Elning ko'zi ming degan gap bor-da. Shu menda ishki quloq qo'ygan bilan atrofimda va nurg'un to'rdoshlar va ustozlarimiz va kasbdoshlarimiz va albatta shulim bog'laydi. Iliqi oqni qora, qarni oq deb ko'rsatsak to'g'ri bo'lmaydi. Chunki uni anglitimiz, anglab xalq o'zi bekitsin. Biz faqat ashna iliqi xalq to'liq kep bulanmagan yerlarini azroq retlab turib Sizning qoidanglar bo'yicha ijodiyatni bitkizib to'g'ri tashlayli. Menimcha shu ko'rilish yaxshi bo'lsa, qolganimiz to'rdoshlar o'zaro finshan qilib, denzan qilib deganda qilbas lekin Vaqtini qachon qilamiz? Masalan, bugun 7-oyning 1-gacha olsa. 7-oyning 1-gacha olsa, mush zopini bugun ko'rgan bo'lsa, bir oyning ichida tekstni yezib, ahongni ishlab, muzikani akkordlashtirib, aran tasda tayyor qildi. 7-oyning 1-kundan boshlab shu naqshni andan fabu qilishga ulgura olishi mumkin. 7-oyning 1-kundan boshlab. 7-oyning 1-kundan tortib xalqqa tashlab berishni boshlaydi. Ashta qilsak bo'ldi-ki. Men bu naqshni jamiyatga tashlab bermayman. Bundan keyin menda bir ish bor-chi. Masalan, ijodiyatni qildi. Shunga loyiq, ejriga loyiq qancha sizning qanday qilib beradigan nimanglar shu men cho'qim deb berishingiz kerak-chi. Ejir deb qolib qolsak miyada, shu ejrimizga loyiq bo'lmasmiki deb qilishinglar mumkin. Chunki menmo hech bo'lmasa naqsh musiqa ishlatib baqqan u bu bilimi. Uningdan sirat masalan sizlar bilasizlar eng kerak. Meningki endi ejirsiz qo'ymayman deyishimdiksa, ba'zan musiqalar endi Maibay degandikidek 2000 ko'yliq ishlab qilishi mumkin. Ba'zan butun vujudi bilan tirik sazlarni tatib chaldirib, bijirim aqida qilib 20-30 ming ko'g'im olib o'tish mumkin. Faqat bo'lmasa 20 ming ko'g'im olib o'tadi deb o'ylayman. Endi ba'zanlar qo'lning ajo medida vas qilib o'tadi, uningmi shu silbizil qulqimiz bilan anglab Qanchalik ajr so'ndigini bilindi, musiqa o'zi deydi, she'r o'zi deydi. Endi miyada hozir deydig'imiz adash. Densingni birini qo'yib, lekin o'qib taqasimi, ashimi bir hojaning naqsulida kasbiy muzikatlar akkordlashtirib, kasbiy shoirlar yezib, resmiy o'lchamlik ovoz elish uyda elib, Dilshodjon degandek tirik sozlarni chelib, manda qismi nurg'un ish ketadi uningga. Ashni albatta shu farqlantirish kerak demakchi. Endi buningda Dilshodjon bor, Dilshodjonning atrofida nurg'unlagan muzikatlar va ustozlar va kasbdoshlar va masalan Qashqarda bo'lsak atrofida bizdek og'inlar bor. Bizmi ko'rimiz, to'rdoshlarmi ko'rdi, ustozlarmi ko'rdi. Shularningki taklif fikrlari bilan anandan keyin tanlab turib, xalqningki adil barobarlikni asos qo'ygan asosda shu fikrni elib turib, manda qilaylik. Ondan aliqi mukofot so'misiga kelgan vaqtida uni tafsilotini aniq deb bergan. Shu ashnanda aniq deb bersanglar, tag'in men xalqning hozir nima desanglar-chi, xalqlar-chi birinchilab men ijodiyat qilganligimni, to'xtab turaman, men ijodiyatni qilsam, men cho'qim men natijaga kirib cho'qim manchilik. Aniq natija-chi. Tuni mingdan boshlanib, yuqorisi 30 mingcha o'sqanda. U bo'ladi. Cho'qim ashning birinchilik mukofotni cho'qim aniq deb qo'yishing kerak. 30 ming qo'y degan pulga
60 tal müzik çalıdığ adamı var. Doğru. 30 min koy pulga işxanası oturup kompüterini hem de qozuqtup ma müzikini başlasam bulamdı ki deydiğen müzikatlar var. Hem de müşahede elgi yakın hesap. Doğru. En mühimi elgi yakın hesap. Biz özümüzge xalqaralıq ölçemni emas, elgi yakını, qaysi chiroyli chiqsa, qaysi sifatli chiqsa, shu yaxshi. Eng yaxtığını. Meni shu to'g'ri adash. Doğru. Qağınıqa maninki keyinki her biz 4 gün 5 günde birden uqturup turaylı. Özara paranlaşıp yani zopun gönşe qıp turumuz yema valla. İmkan bola qilib qolsa ras birini qetib qo'yaymiz to'rdashlar. She'r yozadigan balla, müzik çaladigan balla bilan birlashib turib qilgan bo'lsanglar, texdimi yaxshi bo'ldi. She'r yozadiganlar bilan müzik akkordlashtirdiganlar, shuni e'lon qildigan vaqtida palonchining she'ri, palonchining muzikasi bilan men aytdim. Yakimiz palonchi ovoz qildi deganda 3-4 odamning ismi chiqsa, shu she'r yozadigan shoirlar bir unutilib qolmasa ekan. Doğru. Muzikasini çağa adam unutilib qolmasa ekan, hatto ovozga oladigan ashulqa orqa saf xizmatini qildiganlarmi be unutilib qolmasa ekan. Mushtilshachaning tashviqoti bo'yicha tashviqot subsidiyadan foydalanib turib, shularmi bir ancha-muncha jamiyatda bir chiqsa ekan deb o'ylab qoldim. To'g'ri. Rahmat. Başlayalım. 7. ayının birgəçə biz zopun gönşe qıp turumuz. Özara paranlaşıp sizlərə yollayımız. Əmsə naqş musikat balla şaştıranlar. Jadiyatchi ballam, sen Qutlaymiz. Əmma ola qutlayımız. Hoca seni kollab qoşunlarını çiğ konuda ümit qilma. Ay, rahmat.